Agar siz SSR davrida ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buyingiz, bobongizning mehnat staji o'sha davrga to'g'ri kelsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensionerlar o'z staji to'liq hisobga olingan deb o'ylaydi. Lekin amalda ayrim yillar hujjatlarda ko'rinmay qolgan, arxivda noto'g'ri yozilgan yoki umuman pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun sizga SSR davrida ish stajiga ega bo'lgan pensionerlarni qanday syurpriz kutishi mumkinligini, nimalar o'zgarganini, kimlar o'z pensiyasini qayta tekshirtirishi kerakligini va qanday hujjatlar bilan murojaat qilish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta eski mehnat daftarchasi, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta sud qarori pensiya miqdorini oshirishga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham ulashing. Chunki bu ma'lumot ko'p oilalarga foyda berishi mumkin. Avval pensiya tayinlashda asosiy e'tibor mehnat daftarchasidagi yozuvlarga qaratilgan. Ya'ni fuqaro qayerda ishlagan, qachon ishga kirgan, qachon bo'shagan, lavozimi qanday bo'lgan, korxona muhri bormi, rahbar imzosi bormi, shular tekshirilgan. SSR davrida ko'p odamlar kolxozda, sovxozda, zavodda, fabrikada, qurilish tashkilotlarida, harbiy sanoat korxonalarida, maktabda, kasalxonada, aloqa bo'limida, temir yo'lda yoki boshqa davlat idoralarida ishlagan. O'sha paytda ish joylari ko'p hollarda davlatga qarashli bo'lgan va mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Lekin bugungi kunda muammo shundaki, SSR davridan qolgan hujjatlar hamma joyda bir xil saqlanmagan. Ayrim korxonalar tugatilgan, ayrimlarning arxivi boshqa tashkilotga o'tkazilgan. Ba'zi hujjatlar yong'in, suv bosishi, ko'chish yoki oddiy e'tiborsizlik sabab yo'qolgan. Yana bir muhim masala bor. Ko'p odamlarning familiyasi o'zgargan, ayniqsa ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasini almashtirgan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya bo'lsa, pensiya organi qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Ilgari pensionerlar ko'pincha shunday vaziyatga duch kelgan. Hujjatingiz to'liq emas, shu yillarni stajga qo'sha olmaymiz deyilgan. Fuqaro esa arxiv qayerda ekanini bilmagan, eski korxona allaqachon yo'q bilgan, hujjat izlashga kuchi ham, vaqti ham bo'lmagan. Natijada 3 yil, 5 yil, ba'zan 10 yilgacha bo'lgan ish staji hisobga kirmay qolgan. Bu juda katta farq. Chunki pensiya hisobida har bir yil ayniqsa uzoq mehnat qilgan odamlarda muhim ahamiyatga ega. Endi esa vaziyatda muhim jihat bor. Odamlar o'z pensiya hujjatlarini qayta tekshirtirish, arxiv ma'lumotlarini topish, elektron bazalarda ko'rinmay qolgan davrlarni tasdiqlash imkoniyatiga ega. Men buni syurpriz deb atayman, chunki ko'pchilik pensionerlar pensiyam bir marta tayinlangan, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa agar ilgari hisobga olinmagan ish staji tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik bo'ladi degani emas, lekin huquqiy asos bo'lsa, pensioner o'z foydasiga natija olishi mumkin. Eng avvalo, SSR davridagi ish staji deganda 1991 yilgacha bo'lgan mehnat faoliyati nazarda tutiladi. Masalan, odam 1975 yildan 1990 yilgacha zavodda ishlagan bo'lsa, bu davr SSR davridagi ish staji hisoblanadi. Agar u 1952 yildan 1950 yilgacha kolxozda ishlagan bo'lsa, bu ham muhim staj. Agar ayol kishi 1979 yilda maktabda o'qituvchi bo'lib ish boshlagan, keyin farzandi bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan bo'lsa, bu davrlarni alohida tekshirish kerak bo'ladi. Men amaliyotda ko'p uchratadigan birinchi holat shuki, mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin yozuv sifatsiz. Masalan, ishga kirgan sanada 3 1991 deb yozilgan. Bo'shagan sanada esa raqam noaniq, muhr yarim ko'ringan, tashkilot nomi qisqartirib yozilgan. Pensiya organi bunday holatda qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar pensioner bu hujjatni olib kelmasa, o'sha davr shubhali deb qabul qilinishi yoki umuman hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Ikkinchi holat, mehnat daftarchasi umuman yo'qolgan. Bu ayniqsa ko'chib yurgan, bir necha joyda ishlagan yoki qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan odamlar orasida ko'p uchraydi. Odam 20 yil ishlagan, lekin qo'lida mehnat daftarchasi yo'q. Bunday vaziyatda umidsizlikka tushmaslik kerak. Ish stajning arxiv ma'lumotnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar, ish haqi vedomoslari, hisob-kitob varaqalari, kasaba uyushmasi hujjatlari, harbiy bilet, diplomdan keyingi yo'llanma. Hatto ayrim hollarda sud orqali guvohlar ko'rsatmasi bilan ham tasdiqlash mumkin.
Uchinchi holat. Kolxoz va sovxoz staji bu eng murakkab masalalardan biri. Sababi kolxozlarda ish kuni, mehnat kuni, norma, mavsumiy ish, yil davomida qatnashganlik kabi tushunchalar bo'lgan. Ba'zi odamlar paxta terimida, chorvachilikda, dalachilikda, bog'dorchilikda ishlagan, lekin ular rasmiy xodim sifatida to'liq qayd etilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1980 yildan 1986 yilgacha kolxozda ishlaganini aytadi. Lekin arxivda faqat 1982 va 1930 yillardagi ish haqi yozuvi chiqadi. Bunda qolgan yillarni qanday tasdiqlash masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Endi oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, Ahmad aka 1972 yilda tug'ilgan. U 1976 yildan 1972 yilgacha armiyada xizmat qilgan, keyin 1979 yildan 1991 yilgacha avtomobil ta'mirlash zavodida ishlagan. Undan keyin mustaqillik davrida yana turli tashkilotlarda ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga 32 yil staj hisoblangan. Lekin aslida armiyadagi 2 yil va zavoddagi 4 yil noto'g'ri hujjat sabab hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Agar u arxivdan buyruq ko'chirmasi va harbiy bilet nusxasini topsa, umumiy staji 38 yilga yetishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qilishi ehtimoli bor. Yana bir misol. Dilbar opa 1994 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Turmushga chiqqach familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasida eski familiyasi, hozirgi hujjatlarda yangi familiyasi yozilgan. Pensiya tayinlanganda u yillar bo'yicha savol tug'ilgan. Agar Dilbar opa nikoh guvohnomasini, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatni fabrikadan yoki arxivdan ma'lumotnomani taqdim etsa, o'sha yillar stajga kiritilishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Ba'zan masala ish staji yo'qligida emas, balki familiya, sana yoki murdagi nomuvofiqlikda bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa va barcha ish joylaringiz elektron bazalarda ko'ringan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, arxiv hujjatlari talab qilinmagan bo'lsa, sizda katta xavotirga sabab bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir pensiya hisob-kitobingizni bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki inson o'z huquqini bilsa, ortiqcha yo'qotishlardan saqlanadi. Ammo quyidagi toifadagi pensionerlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchisi, 1970, 1980 va 1990 yillarining boshida ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda bu davr stajga kirmadi degan javob olganlar. Ikkinchisi, kolxoz, sovxoz, qurilish brigadasi, mavsumiy ish, dala ishlari, chorvachilik fermasi, paxta zavodi, g'isht zavodi, konserva zavodi kabi joylarda ishlaganlar. Uchinchisi, mehnat daftarchasini yo'qotgan yoki daftarchasida noaniq yozuvlar bo'lganlar. To'rtinchisi, familiyasi yoki ism hujjatlari turlicha yozilganlar. Masalan, Muhammad bir joyda Mamat, Xolida bir joyda Halida, Jo'rayev bir joyda Jo'rayev bo'lib yozilgan bo'lsa, bu muammo keltirib chiqarishi mumkin. Yana shunday holat bor. Odam bir korxonada ishlagan, lekin korxona nomi bir necha marta o'zgargan. Masalan, avval Toshkent mexanika zavodi bo'lgan, keyin Toshmex zavod, keyin aksiyadorlik jamiyati keyin tugatilgan. Mehnat daftarchasida eski nom, arxivda yangi nom, pensiya bazasida esa boshqa nom chiqishi mumkin. Bu oddiy odam uchun chalkash tuyuladi. Lekin mutaxassis sifatida men aytaman. Bunday vaziyatda tashkilotning qayta nomlanganini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish yillaringiz rasmiyati ravishda hisobga olingan, pensiya tayinlash qarorida umumiy staj to'g'ri ko'rsatilgan. Siz olgan pensiya miqdori bo'yicha tushuntirish olgansiz va hech qanday rad etilgan davr yo'q bo'lsa, ehtimol sizda muammo yo'q. Lekin men baribir bir narsani tavsiya qilaman. Pensiya hujjatlaringiz nusxasini, mehnat daftarchangizni, harbiy biletni, nikoh guvohnomasini va eski arxiv ma'lumotnomalarini alohida papkada saqlang. Chunki kelajakda qayta hisoblash, imtiyoz, meros yoki boshqa ijtimoiy masalada bu hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bu masalada eng katta xato shuki, ayrim odamlar men ishlaganman, demak stajga qo'shilishi shart deb o'ylaydi. Aslida ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjat kerak. Davlat organi og'zaki gapga qarab pensiya hisobini o'zgartira olmaydi. Agar odam 1905 yilda zavodda ishlaganini aytsa, lekin mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, arxivda ma'lumot chiqmasa, ish haqi vedomasida familiyasi topilmasa, masala murakkablashadi. Bunday holatda qo'shimcha dalillar izlanadi. Ikkinchi nozik jihat, hamma davr ham bir xil tartib hisoblanmaydi. Masalan, rasmiy ish, harbiy xizmat
o'qish, bola parvarishi, kasallik davri, mavsumiy ish, kolxozdagi mehnat kuni har xil hujjatlar bilan tasdiqlanishi mumkin. Ayrim davrlar to'liq stajga kiradi, ayrimlari shartlar bajarilganda kiradi. Ayrimlari esa pensiya hisobida boshqacha baholanadi. Shuning uchun qo'shnimga qo'shib berishdi. Menga ham qo'shishlari kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Har bir ish alohida hujjatlar asosida ko'riladi. 3-nozik jihat. Arxiv ma'lumotnomasi noto'g'ri tayyorlangan bo'lishi mumkin. Masalan, arxiv xodimi eski qo'lyozma hujjatdan familiyani noto'g'ri o'qigan bo'lishi mumkin. Karimova o'rniga Kadirova, Sobirov o'rniga Saidov deb yozib yuborilishi ehtimoli bor. Shunday vaziyatda pensioner darhol taslim bo'lmasligi kerak. Arxivdan qayta tekshirishni so'rash, asl hujjat nusxasini ko'rishni iltimos qilish. Qo'shimcha manbalarni so'rash mumkin. 4-nozik jihat. Ba'zi odamlar bir paytning o'zida o'qigan va ishlagan bo'ladi. Masalan, kunduzgi bo'limda o'qigan talaba yozgi ta'til paytida zavodda ishlagan yoki kechki bo'limda o'qib, kunduzi korxonada ishlagan. Bunda diplomning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Ishlagan davrni alohida tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar talaba stipendiya olgan bo'lsa, bu ish haqi degani emas. Agar u rasmiy ishga qabul qilingan bo'lsa, buyruq tabel, ish haqi hujjati yoki mehnat daftarchasi orqali tasdiqlanadi. 5-nozik jihat ayollar uchun bola parvarishi davri. Ko'p ayollar SSR davrida farzand ko'rgan, ish joyidan ta'tilga chiqqan, keyin qaytgan. Mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan va bo'shagan sana bo'lishi mumkin. Lekin ichkarida bola parvarishi ta'tili bo'lgan bo'lmaganini ko'rsatmasligi mumkin. Bunday davrlar pensiya hisobida qanday aks etganini tekshirtirish kerak. Chunki ayrim hollarda ayolning umumiy ish staji yetarli bo'lsa ham, ayrim yillar noto'g'ri talqin qilingan bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham katta oshish degani emas. Men buni ochiq aytaman. Ba'zi odamda qo'shimcha yil topiladi, lekin pensiya miqdoriga ta'siri juda kichik bo'lishi mumkin. Boshqa odamda esa 7 yil staj topiladi va natija sezilarli bo'ladi. Hammasi umumiy staj, ish haqi, pensiya turi, avvalgi hisob-kitob va qonunchilikdagi shartlarga bog'liq. Lekin tekshirtirmasdan turib, baribir foydasi yo'q deyish noto'g'ri. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda mavjud hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, uning barcha sayfalari, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, eski ish joyidan berilgan ma'lumotlar, mukofot daftarshalari, kasaba uyushmasi bileti, ish haqidagi eski qog'ozlar bo'lsa, hammasini bir joyga jamlang. Ba'zan odamlar bu kerak emas deb o'ylagan eski qog'oz eng muhim dalil bo'lib chiqadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan o'qing. Har bir ishga kirgan va bo'shagan sanani yozib chiqing. Masalan, 1970 yil 5 maydan 1994 yil 20 avgustgacha qayerda ishlagansiz? 1994 yildan keyin qayerga o'tgansiz? Orada tanaffus bormi? Armiyaga ketganmisiz? Bola parvarishi bo'lganmi? Bularni alohida ro'yxat qiling. Oddiy daftar oling va ish joyi, boshlanish sanasi, tugash sanasi, hujjat bor yoki yo'q, muammo degan ustunlar qilib yozing. Bu sizga ham, mutaxassisga ham vaziyatni tushunishni osonlashtiradi. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiyam tayinlanganda SSR davridagi mehnat stajim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni, hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma murojaat juda muhim. Og'zaki so'rasangiz, sizga og'zaki javob berishlari mumkin. Yozma murojaat esa keyingi harakatlar uchun asos bo'ladi. 4-qadam. Agar pensiya jamg'armasi falon yillar tasdiqlanmagan desa, arxivga murojaat qiling. Arxiv qaysi hududda ekanini aniqlash kerak. Agar korxona Toshkentda bo'lgan bo'lsa, Toshkentdagi tegishli arxivdan, agar viloyatda bo'lgan bo'lsa, o'sha viloyat arxividan izlash kerak. Ba'zan korxona hujjatlari tuman arxivida, ba'zan viloyat arxivida, ba'zan idoraviy arxivda saqlanadi. Murojaatda ish joyining to'liq nomi, taxminiy ishlagan yillar, lavozim, bo'lim, eski familiya, tug'ilgan sana ko'rsatilishi kerak. 5-qadam, arxivdan faqat ishlagan degan umumiy ma'lumot emas. Imkon qadar aniq hujjat so'rang. Masalan, ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi vedomosti, shaxsiy tarkib hujjatlari,
lavozim o'zgarishi haqidagi buyruqlar. Chunki pensiya organi uchun aniq sana va asos muhim. Fuqaro taxminan 1980 yillarda ishlagan degan ma'lumot yetarli bo'lmasligi mumkin. 1980 yil 12 yanvardagi 22 sonli buyruq bilan ishga qabul qilingan. 1987 yil 4 iyundagi 48 sonli buyruq bilan bo'shatilgan degan ma'lumot kuchli hujjat hisoblanadi. 6-qadam. Hujjatlarda ism familiya farqi bo'lsa, uni izohlovchi hujjat tayyorlang. Masalan, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism o'zgartirilgani haqidagi ma'lumotnoma, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar arxivda familiya xato yozilgan bo'lsa, boshqa hujjatlar bilan aynan siz ekaningizni tasdiqlashga harakat qilinadi. Ba'zan bunday holatlar sud orqali aniqlanadi. Ya'ni hujjatning sizga tegishli ekanini belgilash so'raladi. 7-qadam. Pensiya jamg'armasidan qayta hisoblashni so'rang. Agar yangi hujjat topilgan bo'lsa, shunchaki papkada saqlab qo'ymang. Uni rasmiy tartibda topshiring, kirim raqamini oling, arizangiz nusxasida qabul qilingan sana bo'lsin. Ajada yangi taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishini talab qiling. Chunki yozma rad javobi keyingi shikoyat yoki sud tartibi uchun kerak bo'ladi. 8-qadam. Agar masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Men darhol sudga yuguring demayman. Avval hujjatlarni to'liq yig'ish, pensiya jamg'armasiga to'g'ri murojaat qilish, arxivdan ma'lumot olish kerak. Lekin agar hujjatlaringiz yetarli bo'lsa-yu, baribir staj hisobga olinmasa, huquqiy yo'l bilan o'z manfaatlaringizni himoya qilishingiz mumkin. Ayniqsa ko'p yillik staj masalasi bo'lsa, bunda ishga e'tiborsiz qarash kerak emas. Real hayotdagi yana bir nechta vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner 1980 yildan 1909 yilgacha qurilish boshqarmasida ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Arxivdan shaxsiy tarkib buyrug'i topildi. Natijada 8 yil staj tasdiqlandi. Bu odam uchun pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Ayol kishi 1977 yildan 1903 yilgacha kolxozda ishlaganini aytadi. Lekin arxivda faqat 3 yil bo'yicha ish haqi vedomosti bor. Qolgan yillar bo'yicha hujjat yo'q. Bunday holatda faqat mavjud hujjatli davrlar qabul qilinishi mumkin. Qolgan davrlar bo'yicha qo'shimcha manba izlash kerak bo'ladi. Masalan, kolxoz a'zoligi daftari, mehnat kuni qaydlari, mahalliy arxivdagi ro'yxatlar, mukofot yoki taqdirlash hujjatlari. 3-vaziyat. Erkak kishi armiyadan qaytgach zavodga ishga kirgan, lekin harbiy xizmat davri pensiya hujjatlarida aks etmagan. Harbiy bilet va xizmatni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelinsa, bu davrni qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limi yoki tegishli arxiv orqali ma'lumot olishga harakat qilinadi. 4-vaziyat. Pensionerning ish haqi yuqori bo'lgan davrlari hisobga olinmagan. Pensiya miqdoriga nafaqat staj, balki ayrim hollarda ish haqi ma'lumotlari ham ta'sir qilishi mumkin. Agar eski ish haqi vedomotlari topilsa, bu ham foydali bo'lishi ehtimoli bor. Ayniqsa odam uzoq yillar malakali mutaxassis, muhandis, shifokor, o'qituvchi, haydovchi, mexanik, brigadir yoki sex boshlig'i bo'lib ishlagan bo'lsa, hujjatlarni tekshirtirish maqsadga muvofiq. Men alohida ta'kidlayman, hech qachon hujjatlarni asl nusxada qo'lma-qo'l berib yubormang. Agar qabul qiluvchi organ nusxa bilan ishlasa, notarial yoki belgilangan tartibdagi tasdiqlangan nusxa tayyorlang. Asl hujjatlarni yo'qotish juda katta muammo tug'diradi. Mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar sizning asosiy dalilingizdir. Har bir topshirilgan hujjat bo'yicha qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat bo'lishi kerak. Yana bir maslahat. Qarindoshlaringiz orasida yoshi katta pensionerlar bo'lsa, ulardan pensiyangiz qanday hisoblangan deb so'rang. Ko'p otaxon, onaxonlar bunday masalalarni tushunmaydi. Davlat nima bergan bo'lsa, shuni olaveradi. Ular bolam, men 40 yil ishlaganman, lekin pensiyam kam deyishi mumkin. Mana shunday paytda hujjatlarni birma-bir ko'rib chiqish kerak. Balki hammasi to'g'ridir. Balki 5 yil staj kirmay qolgandir. Tekshirmasdan bilib bo'lmaydi. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, SSR davrida ishlagan pensionerlar uchun eng katta syurpriz bu ilgari hisobga olinmagan ish stajini tasdiqlash imkoniyati bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Bu hamma odamga avtomatik pul qo'shiladi degani emas, lekin
o'z huquqini bilgan, hujjatini yig'an, yozma murojaat qilgan odam natijaga erishishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Mehnat daftarchangizni tekshiring, arxiv hujjatlarini izlang. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. Ayniqsa 1907 va 1990 yillar boshida ishlagan, kolxoz sovxozda bo'lgan, familiyasi o'zgargan yoki mehnat daftarchasida noaniqlik bor pensionerlar bu masalani ortga surmasin. Agar sizda ham SSR davridagi ish staji bo'yicha muammo bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi yillarda ishlagansiz? Qaysi hujjat yetishmayapti? Pensiya hisobida qanday savol tug'ilgan? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri maslahat pensionerning ko'p yillik mehnatini adolatli tan olishga yordam beradi.